Sizlar barchalarga assalomu alaykum. Men sizlar bilan hozir bitta narsa mavzu bo'yicha gaplashmoqchiman. Hozirgi kunda hammanglar kollagen sotib olgansizlar, to'g'rimi? Kollagenni qanaqa ichasizlar? Effektini sezmayapman deyapsizlar. Ming million dollar, million so'mlik eng original, eng qimmat kollagenni olib ichinglar. Agar sizlar uni to'g'ri ichmasanglar, hech qanaqa rezultat sezmaysizlar. Kollagenni qanaqa ichish kerak? Kollagenni miqdori, men misol uchun lichni o'zim faqat shu kollagenni ichaman, boshqacha kollagen ichmayman. Kollagenni rovni bir qoshiq to'ldirib solasizlar va yana ozgina solasizlar. Prям ozgina. Sovotgan suvingiz issiq bo'lishi kerak, prям qaynab chiqqan bo'lishi kerak, biliq-biliq bo'lib. Qaranglar, miqdorini qaranglar, suvni miqdorini. Qancha suv soldim ko'ryapsizlarmi? Uni yaxshilab rovni 1 minut aralashtirishinglar kerak, 1 daqiqa. Va buni sovutishga qo'yib qo'yishinglar kerak. Sovi bo'lgandan keyin buni bittada ko'tarasizlar. Eng muhim joyiga keladigan bo'lsa, kollagenni ertalab soat 9:00 da va 19:00 da ichasizlar. Ana o'shandan keyin 5 kunning ichida kollagenni sizlarga berayotgan rezultatini ko'rib hayron qolasizlar. Avtomatik sochinglar to'kilishi qoladi, yuzinglar tiniqlashadi, badaninglar siraza taranglashadi. Lekin men aytgan uslub bilan ichsanglargina suvni miqdoriga ahamiyat beringlar. Kollagenni suvni miqdoriga solganimga va kollagenni solgan miqdorimga va uni issiq suvga damlaganimga va 1 daqiqa aralashtirish kerakligiga ahamiyat beringlar. Sizlar men aytganimdagi kollagenni ichib ko'ringlar, keyin rezultatini albatta yozib qoldirasizlar. Qanaqa kollagen ichganinglardan, qanaqa kollagen ichsanglar ham men aytganimdagi qilib ichinglar. Ana o'shanda sizlar rezultatini sezasizlar. Bu kollagenni ichish uslubi faqat parashok, damlamali kollagenlarga taalluqli, suvli kollagenlarga emas.